Ey balam, ey. Ben xatalışıptım, ben qara balam. Endi 70-80 yaşına kirgende namaz okuyman deb o'ylabdim men. O yomon xatolik ekan. 70-80 yosh kirganda ko'zim ko'rmaydigan bo'ldi ekan. Oyatlarni ko'ramaymiz-ki, Qur'on kitoblarini o'qimaymiz-ki, isimizni olamaymiz-ki, qabrimiz bo'lmaydi ekan. Mama, men sizga bir savolim qo'ysam bo'ladimi? Agar meningdan birisi sen musulmonmi deb so'rasa, men qanaqa javobni beraman? Voy, musulmon deb javob beraman, sen bolam. Voy mama, men sizni qattiq ranjidim. Dedim, shunaqa sen ranjitgidek bolam. Mama, qudratni alhamdulillah musulmonman deb o'qitibdi. Siz nima meni o'rgatmadingiz? Men sizni qattiq ranjidim. Isit. Bundaq men bo'lgandan bo'lmanim yaxshi ekan. Dünya tövrigi bo'p o'tag'an otalar. Bir qo'lida beshik tavratsa, yana bir qo'lida alamni tavratgan onalar. Bolalarga islomiy tarbiya berib, ularning yuragida yaratquchi egamga bo'lgan mehr muhabbatni uyg'otish Allah oldidagi borchonlar. Chunki islom faqat namozga emas, shundoqla mehr muhabbatga, adab axloqqa, izzat hurmatga, pokizlikqa, hatto tarat ilish, qandoq o'tash kerak ekanligini o'rgatadi. Biz dinni o'rgatmagan uchun bolalar kerak narsani ko'chadan izlaydi. Har qanday adashgan yo'llarga tushadi. Agar sizlar iymonli, innovatli bo'lsanglar, kelajak avlodmi berekatli